Pentest version 3 mishning ichida bo'ldi. Ma birinchisi men etigen taqa chiqarib qo'ygandim, hujjatlarni taqa hammasini chiqarib bo'lamadim. Ammo maniki jami 5 tane modul bor, hozir ko'ramiz buning. Hammas 5 tane modulniki ichidan ma bu eng cho'ng modulsi mishning ichida bo'ldi darsliklarniki recordingsi, topshiriqlar, andan keyin hujjatlar, darsniki PowerPoint'lari biroz to'liq chiqarib berman inshaalloh bu qitim. Çünkü arlıqdaki bizde bir qiyinchilik bo'lgan ish, balalarda darslik bor, ekran bor, ko'rdigan material, andikin o'rganaysa, yoziq material bo'lmagach biroz qiynalgan vaqtlim bo'ldi. Shuning uchun bo'lganingda endi darsni ham anglash, andikin ko'rmaysa, yoziq materiallarni mo misha chiqarmoqchi. Bunun yana bir yaxshi yeri men bu official darslik narsalarniki darslik mezmunlarını bir şey koyayım da. Bu Pentest Plus degan nima desa, Pentest Plus mish kompüteryaniki shu hackerlikniki tarbiyalaydigan darslarni endi Pentest Plus deydi, penetration tester deydi. Biz burun so'zlab o'tgandek penetration tester degan endi shu ethical hacker. Ethical hacker'niki har xil mazmunlari bor. Bunu burun so'zlab o'tgan asosiyatdan cho'ng ikki turga bo'linadi. Bu hackerning nimasi birisi black hat and white hat. Yani oq qalpoqlik, qora qalpoqlik. Bu endi asos oq qalpoqlik. Buning maqsadi nima desa, shu bir sistemini bir shirkatningki sistemasini hacker sifatida uningki ojizligini ko'rish, ojizligini tipshlamas. Şu acizlik tapqandaki şu acizlikni bösüp kiramiz qanchalik ziyanlarni ilib kelish ehtimolliqi borligini ko'rsatib beradi hamda. Bunun maqsadi nima desa, bu resmiy qora qalpoqlik hackerning kirib buzg'unchilik qilishning oldini olish. Buniki darsniki asosan buning har xil sertifikatlari bor. Masalan, CEH deb Certified Ethical Hacker deyilgan bor. Andikin pentest, practical pentest deyilganlar bor. Andikin pentestga ait bunun nima aitdigi chiqmamda sertifikatlari. Mavu ani biraz üçüncü nüshası çıktı bununki. Biraz mavu şirketlerde, hükümetlerde itiraf qilgan biraz sistemlik, biraz tepsili ders mavu derslik süptide materyal çıqarğaçqa biraz qo'llashga erishgan. Shuning uchun mishni asas qilma, chunki buningki darslarimiz naytangilqi tepsili yozilğaçqa biz mishni ko'rib chiqamiz hamda. Unda qolsa bu kompüterninki learning objective, ya buningda nima o'rganamiz zada deydigan gap savol chiqdi. Bununki o'rganish nimasi? Benki endi men bulab Amerikada, Kanadadagi, Turkiyadagi bolalar mishniki bitta meniki maqsadim nima desa, kam deganda misha kirganlar cho'qim bir imtihon berib, imtihon sertifikatini ilish. Bu sertifikatni izlashga emas, o'zlariga nisbatan bir xil mag'rurlik, faxrlanadigan ish bo'ldi, chunki bununki hem ingliz bu imtihanınki maqsad nimasi bizga sizlarningki tushunchalarni tushunadiganliklarini tasdiq qilish. Texniklik darslarni tasdiq qilish, ammo texniklikdan bakrak sizlarningki mishu prosesni, o'ylashinglarni, tafakkuringlarni nim qilish. Bununki imtihanınki şekli 90 dan sual buldu. Sualınki belki 5'ten 6'gacha qo'l mashqi qolgan 90% asosiyatdan savol javob tanlash. Bu tanlashgan javob sizni o'ylantiradigan. Buni ba'zida ikki narsada sizdan tasdiqlanan bo'lsa, mishningki tushunchasini bilish, buniki yani sizin İngiliz dil seviyenizini düşündürdü. Yani tefekkür. Yani gerçi biz bu
sizlarning kallanglarda bizde bak bu düşünce ma bu şirketlerde sizlarning ismlarga qarablam sizlarning ma bu yerlik yani native speaker'ga ana tili İngiliz emasliklarini bizning ismimizga qarab asosiyatda bilib biladi. Bu ilki qonunda dis bo'lmaydi, ammo ilki bu ish bo'ladi. Bo'lgandan keyin sizlarning ismingizga qarablar bu ana tili ingliz tili emaski, buni ingliz tili qanchalikdir deb gumonlanish ehtimolligi bo'ldi. Ammo men sertifikat ko'rgandan keyin buningki sizlarning ingliz tilining intamda ingliz tili o'tgandan keyin sizlarning ingliz tilingizga ma'lum bir ishga yaraydiganligini biladi. Shuning uchun bu bir yaxshi bir isbot sizlarningki communication skill bağlılığını qilgan. Buningki çoğun 5 domain deymiz, 5 mezmun hamda. 5 rayon demdik yoki 5 xil 5 xil domain. Her bir domainga bir rayon yoki ma'lum bir tushunchani so'zlab o'tdim da buningki intamning nimasi ma'lum 13% 21% reconnaissance vulnerability attack exploits bularning hammasini biz har qatim ishlash jarayonida sizlar bunga nisbatan tushunchanglar cho'q qurilishib bo'lgan. Buni bilasizlar. Masalan engagement management buni bir necha qatim so'zlagan, lekin biz buni rasmiy tafsiliy bu nima shaklda darslik shaklda so'zlamagan. Endi müşterilerin maksat nima etsa, agar siz bir pen tester bo'lib kirsangiz, nimalarga diqqat qilasiz? Nimalarni bejarasiz? Qanday proseslar, qanday qadamlar bor? Buning asos maqsad nima etsa, buni o'rganishga maqsad sizni qo'g'dash, o'zingizni qo'g'dash. Ko'pincha shirkatlarning polisilari, qoidalari o'zini qo'g'dash, endi ma'lum darsining o'zi nima etsa, agar shu kim pen tester bo'lsanglar, bu birinchi domain deb ilaveray, domain deb tushuninglar endi. Engagement management. Bu bularniki, buni yaxshi ko'rishinglar kerak. Bu sizlarniki protect yourself. Bu o'zinglarni qo'g'dash. Qanday qo'g'dash? Buni endi qonuniy jihatda qo'g'dash. Mayli Kanadada qilinglar, Amerikada qilinglar, Yevropada bejiringlar bu ishni. Bu hammasi mayli Turkiyada bo'lsin, hammasi bu qonun taqishadigan ish bo'lg'achqa buni o'zinglarni qo'g'dash. Buni yaxshi o'rganish orqali o'zimiz qo'g'dash. Buningki bu texnik skill emas, bu asosiyatdan mashg'ulot jarayonida diqqat qiladigan boshlanishdan tortib oxirigacha nima ishlarni qilamiz, qanday ishlar bo'ladi, agar manda nimalarga diqqat qilamiz, qanday ishlar bo'yicha boramiz, buning qoidasi bormi yo'qmi? Men bunday ishni qilib boqmagan burun. Qilib boqmasam buningki bir bo'ysundigan yo'linishi, qoidasi bormi yo'qmi deganlarni so'zlaymiz endi. Men buni so'zlagan chaqda faqat oddiy qilib so'zlagan, lekin to'xtalmagan. Endi ikkinchi domainda reconnaissance and enumeration. Buni siz jiqqilinglar, buni tushunasizlar. Reconnaissance degan razvedchik uchur to'plash, undan keyin uchurlarni redlash. Ya'ni buningda qo'l tajribamiz bor, tajriba ishlaymiz buningda. Buni burun qilib boqqan, hozircha qilib boqqan, endi buni biroz nimelik qadam bo'yicha, buning yo'llar bo'yicha biroz o'qigan odamlar o'qimagan odamdan farq qanday bo'ladi degandek bir sizlarga nisbatan qadamni o'rgatamiz. Qanday qurollarni qanday chaqda ishlatadi, qanday chaqda nima diqqat qilish kerak, qanday parametrlarni ishlatish kerak, qanday parametrlarni ishlatmaslik kerak, nima diqqat qilish kerak degan. Bu narsalar qilgantinglar vulnerability discovery analysis. Buni so'zlab o'tgan, ya'ni bu bu ikkinchi qadamda reconnaissance uchur to'plab, uchurlarni redlab bo'lgandan keyin bu uchurlarga asosan ojizlikni izlash va ojizliklarni analiz qilish. Buningki qurollar qanday qurollar ishlatamiz. Andiki bu qurollarni
qanday ilib barimiz. Andaki 4-nji domain öğrendiğimiz attacks and exploits. Yani hücum kuralları ve eziş kuralları. Biz hücum bilen ezişninki farkını sözlegen, biraz tefsili sözlerimiz var derste. Andaki 5-nji kademde post exploitation and the lateral movement. Yani kirip bolgandikin, yani hücum qilib bolgandikin, yani ezip bolgandikin, ezip kirgendikin qandaq ishlar bor? Nimaga diqqat qilamiz? Bir yerdan bir yerga qanday atlaymiz? Bu atlash jarayonida buningki xotirani qanday ilib boramiz? Kanallarda bo'lsinki, sizlar pentesterlar, ya'ni durust hakerlar, ya'ni ethical hacker. Buningki ismining bo'lishiga nazar, sizlarni qilayotgan ishinglar oq qalpoqni kiyib turib qilishlar. Ya'ni yaxshi odam taraf turib yaxshi niyet bilan qilsizlar. Shuning uchun har bir qadaminglar o'zinglarni qo'g'dash uchun har bir qadaminglarni yezib menish degan narsalarni o'rganamiz. Undaq bo'lsa, buni tafsilotini biroz kiraylik. Tafsilotga kirsak, birinci domainde, yani engagement management. Engagement management'ın özü nimasi? Engagement management'ın özü, engagement degan bu agar ingliz tilini anlagan bo'lsalar, masalan 2 yosh to'y qilmoqchi bo'lsa, masalan bir-birlar pütüş degan cho'qimlar to'y qilib nim qilish emas. Ya'ni işte biz to'y qilish pütüşdik deb arlıqda nurg'unlig'a ishlar bor. To'y qilish bo'lgan arlıqda nurg'unlig'a ish bor endi. Micaz turqida andaq mandaq ishlardan kelishib agar aralashib baqib agar ishlarning mijazi xuluqlari o'xshab qolsa, endi bir-birimizningki kamchiligi ortiqchiligini ko'tarsak, bu undaq to'y qilaylik deb to'y qilish oxiri bo'ldi. Bu engagement degan miyadagi engagement nimasi? Shunga o'xshab qoldi. Endi uyg'urchadan putishish. Undaq bo'lsa bir shirkat sizlarga kelib, mening shu sistemamni bir tekshirib bersang yoki pentest qilib bersang desa, u chog'da biz bu shirkatlar putishish elib boramiz. Ya'ni oxirgi ish boshlangan qadar shirkat deydi, mening manda shartlarim bor, meni yaxshi ko'rmayman, men bijagim bor, manda deb deydi. Sizlar men maoshni qila olmayman, meni maoshni qilmayman, mening pulim manchilik, mening soatlikim $200 yoki $300 yoki $50, men manda bosh qilib manda qilib olmayman, buni qabul qila olamsa deydi. Undaq bo'lsa, manda qilsa deb bu putishish jarayoni. Yani engagement management qandaq boshqaramiz, qandaq ishlar bo'ladi degan mazmunlarni ko'ramiz. Bu nayting muhim. Bugungi darslar asosan so'zlaymiz. Şu engagement management degan nayting muhim masala. Buningki asosiy maqsadi nimasi? Ham o'zinglarni qo'g'dash, ham shirkatning manfaatini qo'g'dash uchun har ikki taraf o'zininki manfaatini qo'g'dash ko'zlaydi. Shu engagementni bu putishish deb tushunsan, putishish boshqarish usuli. Endi uyg'urchada bunday ishlar bo'lib boqmagandan keyin sizlarning kallanglarda biroqlar nim bo'lib qolmasa, masalan engagement degan bu xaridorlar, normal do'kon xaridorlar, bu do'kondorlar, xaridorlar paranshidi, bahat olishidi, bularning hammasi engagement kirdi endi. Bu ingliz engagement putishish degandek gap endi. Ahırda andikin resmi okey manchpul manda bosu ser qıvamı manchpul deb hemen pitishib bo'lgandan pul berib malni berdi bu yerda bu engagement tugaydi. Xuddi so'zsi qilgandek. Şu buni pitishish endi boshqa so'zlar bormi? Agar Uyg'ur tili yaxshi shoirlarimiz yoki yazgıçılarımız bo'lsa buna yaxshi bir ism qo'yib bas bo'ldi. Endi meniki eng yaqin meniki his qilganim putishish jarayoni deb tushunsangiz bo'ldi. Chunki bu to'xtam jarayoni emas. To'xtam emas bu, ha. To'xtamning qandayligini biz davomli o'rganamiz. Buningki 5 mazmun bor. Endi bugun bizga sizlarningki nima o'rganganliklaringizni unda cho'ng shaklda so'zlab beramiz. Andikin tafsili tushunimiz. Her bir domain, her bir
rayon, her bir mezmundaki nimeler. Yani bu engagement management'deki 5 tane tarmak mezmunu var. Bunun birincisi de asasiyetin summarize, yani nimiş kılırız engagement management'te. Bunun da nurulluğun atalıqlar var. Bu dersninki öğrensenler hem İngiliz dili öğrenirler hem teknik bu İngiliz dili bu pentestler mesela bu bütün sizlerin agar şu kompüterler yapılışıma kompüterler kılmayırsanlar bularınki hemisi sizler çok faydalı geliyordu. Bu hem yer işleydiğin İngiliz dili. Bulardaki mezmunlarını öğrenimiz, bununki farkını öğrenimiz, buların asas cihettir kanun ve kompüterdeki teamlar bununki avval İngilizce okuyma, İngilizce düşündürme, andikin bunun Uygurca ma'nosini düşündürüp koyma. Azam İngilizce okupasam mı buludu sizlerge, ama bununki sizler bu yeni kesip boğandikin bunun Uygurca tefekkürü bulmasa sizlerning eğer İngilizce tefekkürü boğan bolsa bunu hazır düşünüp gidersiniz, ama Uygurca tefekkürü bulmagandikin biraz kıyınılsa. Şunun için ben Uygur İngilizce okuyup boğandikin Uygurca neye bağılsam bula bunu diyeyim. Hudma engagement'de pitişik mesela Uygurca'da mesela bunu pitişmekten de çay ekiriş deyimiz hem de Kaşgar'da başka mesela iki bir kızla bir oğul toy qilmoqchi bo'lsam da dastlabda deyishish deb deyishib qo'yapti degan şey bo'ldi. Çay ekirdi degan ishlim bo'ldi. Yani pitishib bo'lgandan keyin ama Türkçe'de sözleşişimde işte bir sözleşişimde işte bir deydi o deyman. Şuna bunun da bir işini amalga oshirish uchun bunun başlaştım burun resmi bunu commit qilish, ya'ni qo'l qo'yib bo'ldi deyishdan burun bo'ldigan ishlarni bitishish deymiz endi. Yani explain collaboration communication activities, qandaq communicate qilamiz, qandaq aloqa qilishimiz, o'tirda masalalar bo'lsa qandaq deyishimiz, ba'zi xaridorlar tushunmaydigan ish bo'lsa tushunamiz, qandaq tushundirmaymiz degandek. Compare and contrast testing frameworks and the methodologies. Albatta bunu elib berishning nurg'unlagan usullar bo'ldi. Bu usullarning ichidagi ba'zi bir atalg'ularni so'zlab o'tamiz. Buningdagi. Andikin 4-chi mazmunda birinchi mazmunda explain components penetration test report. Albatta pentest qilib bo'lgandan keyin uning natija chiqadi. Buningda qandaq yazımız xulasını. Xulasını hem de uzun hikayedeki yasaklı bulamdı, ya ki bunun bir yazış usulü bulamdı. Bir hikaye okuş bilen bir şirketin ki reportunu okuş okşumaydı. Bu reportlar köpünce aletde şirketin ki en çoğun başlıklarına yetidu. Çünkü bunlar pulunu tasdiklaydıqanlar şu. Bu pulunu tasdiklaydıqanlar kompüterinin ki atalarını bilmeydi. Hatta kompüter şirketlerinin başlıkları var mesela bazen normal atalgılar mesela port 80 o bu insanlar bu port 80 diye nime bu kıyık to'xtaydigan port mu ya park to'xtaydigan port mu deb deydi. Endi bu bir aniq masala. Shuning uchun bu report yozgan chog'da qandaq yozamiz, qandaq yozgan chog'da ham aniq tushunishlik bo'lib qarshi tarafniki qabul qilishiga erishimiz degan. Hani kimyada her bir dersninki ahırda bir real nima ameliyatga tatbiqlaydigan bir nim bo'ldi senaryoni ahvol. Şu ahvollarni ilib tushuntirishimiz mesela secret management solution deydi. Secret management solution degan nima desa mesela mandatory vacation deydi. Bularning mazmunini tushunishinglar kerak. Secret management bir şirketninki passwordlari bo'ldi. Ba'zi shirkatlar maxfiyatliklari bo'ldi. Bular sizlarga ishongankan bularning maxfiyatligini qandoq saqlaysizlar? Bitish jarayonida qarshi tarafda maxfiyatlikni qanday saqlaymiz? Nimaga diqqat qilamiz?
degan narsalarni so'zlandi. Andaki ikkinchi domainda reconnaissance and enumeration. Mana bu endi rasmiy qo'l tiqib qilgan ishlar. Reconnaissance ben burun çok so'zlab o'tgan, enumeration'ni çok so'zlab o'tdik. Reconnaissance asosiyatdan bir o'qishninki egiz osmonda turib hamma ehtimollikni ko'zitish, uchur to'plash, uchur yig'ish, ahvol egallash, mijoz egallash, gap elish. Bu reconnaissance degan harbiy hukmda uchurlar mesela bu. Bu xuddi abay degandek bir har xil bütün yig'ish ehtimollik bo'lgan uchurning hammani yig'ish. Onun coğrafiyalik o'rni, mesela bir şirket sizlarga men fantastik qilib ber desa, uning domaini emas. Buni so'zlaymiz, domainlar emas. Bu odam nechada ishlaydi o shirkatda. Bu shirkat ishlagan odamniki qaysi muhim emas. Buniki pulni tasdiqlaydigan odam kim, o IT'da kim ishlaydi, qanday sistemni ishlatadi, laptop ishlatadi, domain ishlatadi, serverning versionsi qanday, boshliq nerede turdi, buniki ojizligi bormi yo'qmi, undan keyin şirketning torbetlerinde nima bor, nima yo'q, qanday torbat ishlatadi, bular shirkatning tarmoq shirkatlar bormi yo'qmi degandek hamma narsani egallashimdi. Çünkü siz bir şirketninki acizligini tepishni maqsad qilib. Enumeration degan bu uchurlarni yig'ib bo'lgandan keyin qanday qilib buning uchurining ichidagi eng yaxshi sizga kerakli bo'lgan uchurni tanlab chiqsiz. Yani bazı uchurlar ishlatsangiz bo'lgan, ba'zi uchurlar ishlatmasangiz bo'lgan. Bazı uchurlar ishlatmasangiz bo'lmaydigan nihoyatdan muhim uchurlar bor. Bu uchurlarni tanlab ilib berishni ko'rsatdim. Mana xuddi degandek buningda endi jiq qurollarni ishlatamiz. Buning mashqi biroz ko'p. Men topshiriqlarni beraman, mashqlarni ishlaymiz. Buningda nazariyasal ozroq so'zlaymiz. Endi buning qildigan ishlarimiz asosiyatdan ko'proq mashq ishlaymiz. Shuning uchun dersga cho'qim kompyuterning oldida turib anglanglar, telefonda anglamanglar naq darsni. Shu darsga haftada kam deganda 5-10 soat vaqt chiqarishinglar kerak agar shu nima o'tamadinglar. Okay, savol bo'lib qolsa ko'may qolmay. Okay. Buningda mesela operating system fingerprinting buni hozir qilib mesela nmap qildik, undan keyin directory enumeration bu ishlarni biz asosiyatdan qilib bo'lgan ishlar, biz davomli yana bejaramiz. Undan keyin modify scripts for reconnaissance enumeration. Ba'zi chog'da nmapninki skriptlari bor. Ya'ni nmapninki programmalari bor. Aqqa vulab ishlatadigan. Bularni qanday qilamiz? Buningda ham sizlarga Bash, Python, PowerShell'niki hech bo'lmasa bularniki formatni o'rganisizlar. Qanday? Bunda qarablar, ma Bash ken, ma Python ken, ma PowerShell ken deb. Bularniki eng basic qurilmasini bilishinglar kerak. Hech bo'lmasa mesela loop qanday qilamiz? Loop degan takrar ishlarni qanday qilamiz? Shart jumlalarni qanday yozamiz? Undan keyin ba'zan bir shartlar qanday bu ta'sir emas, birsiniki o'rganib olsanglar, yana birsiga nima qilsizlar. Chunki men sizlarga bu program masalan Bash skriptda cho'qib usulini demaymiz. Chunki hozir AI'lar chiqib ketdi. Agar sizlar kallanglarda manda qilib bo'ldi degan narsa o'ylasangiz, deb pasanglar sizga skript yasab berdi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni biroz loyihachi, ya'ni yuqoriroq o'zingni yuqori o'ringa layiltinglar. Ben ekranım açmaptım. O'zinglarni men qo'limni qilmoqchi edim, harakatlarimni ko'rsatmoq istedim. Qo'linglarni o'zinglarni biroz yuksak o'rin qo'yinglar demoqchi. Chunki program tuzish, kichik ishlarni asosiyatdan bundan keyin sizlar AI qilib beradi. Sizlar o'zinglarni kallanglarni manda qilib bo'ladi desanglar, AI sizlar qilib beradi. Shuning uchun o'zinglarni bir shopur, ya'ni hammani boshqaradigan, sizlarniki qaro qiladigan
tefekkür kıldıgan arkitekt, yani sizler lahiye gücü. Özanlarını programcı emas, nimiç emas, normaldaki hizmetçi emas, belki sizlerin hizmetçiler ayay bu dekin. Sizlerini şu hizmetçilerini işiltadigan başlık. Men manda ideyarım ba. Manda nemem ba. Bunu qanday qilsa deb program desan bo'ldi. Shuning uchun ama cho'qim bularniki nemisini bilish kerak. Eng oddiy qurilmasini bilish kerak endi. Bularni so'zlaymiz. Lekin abbreviated reconnaissance and enumeration. Qanday qurollarni ishlatamiz? O'xshamagan qurol, o'xshamagan nishonga o'xshamagan qurolni ishlatish kerak. Xuddi o'xshamagan so'rinda o'xshamagan gap bo'ldi. O'xshamagan sharoit, o'xshamagan nimalar bo'ldi, o'xshamagan shu sharoitga nisbatan o'xshamagan gap, o'xshamagan harakatlar bo'lgandek, qarshi tarafniki masalan enumeration qilib olgan ishlarni nima qilgandan keyin qandoq qurollarni ishlatamiz degan narsalarni ko'ramiz. Ondan keyin uchinchi domain. Uchinchi domainda vulnerability discovery and analysis. Agar shu vulnerability'ni o'zini qildiganligi adı cho'ng ishni aytan ko'p. Mesela vulnerability discovery buningdagi ojizlikni qanday topamiz? Ma'lumlar endi uchur yig'ish usullari bor. Va biz ko'rganimizdek, ma'lumlar ikkinchi domainda uchur yig'imiz. Uchur yig'ib bo'lgandan keyin buning vulnerability'ni tapamız. Mesela bu qanday tushunmay ma'lum bu ikkisiniki bu nima desa mesela bir adam bor. Bu adam meniki nishonim bo'ldi mesela. Onunki bir uchur olmoqchiman bu odamdan. Birinchi bo'lib qanday qilmaysa bu odamning harakatini men kuzataman. Bu nega bordi etganda? Kafe içemdi, çayxana boramdı. Bununki dostlar kim o? Qandaq narsalarni yaxshi ko'rdi? Nima yeyishni yaxshi ko'rdi? Andiki qandaq kitoblar, kino ko'ramdi yoki bo'lmasa nima qilamdi degan bu narsalarni hammasi uchur yig'ish. Men taqa bu odamga engagement qilmadim. Yoki bo'lmasa bu odam nisbatan vulnerability'ni nima qilmam, faqat uchur yig'atyapman. Endi bunun ichida mesela kunda deganda bu bir kafe içidigan yerga borsin mesela. İchgandan kunda bordikanda shuninglar buningki ojizlik bo'lamdi desa balkim. Shuninglar men bu yerda kun kafe bu odam bilan tanishmayman. Tanishib bu yerda uchirilib nerga qanday bu deb yoki rost tanishma yoki bu odam balki meni random deb bilishi mumkin. Ama bu uchur egallab bunun vulnerability'ni zodi nima yaxshi ko'rdi bu odam agar futbolni yaxshi ko'rsa, futbolning nimasini so'zlab, qanday qilsam bu odamniki uchurlarni olaman degancha bu vulnerability discovery ni shart qilamiz endi. Ham shirkatniki vulnerability'ni scan qilib bo'lgandan keyin torbetini scan qilib, biz o'tganda torbetini scan qilgandek bir torbetini scan qilsak, u torbetniki nusxasi chiqadi, nimada yasalgan, qanday programmalari bor degan narsalar chiqqandan keyin biz uni torbetidagi ojizlik sistemasiga kirgizib qanday vulnerability borligini ko'ramiz. Hujum qilmaymiz, ya hujum qilish bo'lmaydi bu yerda. Bu faqatla torbetidagi ojizlikni tepishini ko'rsatadi. Okay. Lekin deyatki aslan ba'zi uchurlar bor, ma'lan false positive, false negative'larni o'rganamiz. Bu confusion matrix deydi, kishini nim qilgan, ajablantiradigan. Lekin physical concepts'ni o'rganamiz. Abay degandek, masalan, tailgating, side service, universal bus drops, lockpicking, badge cloning. Bularning hammasini so'zlab o'tamiz. Balki ba'zilarini o'rganishimiz mumkin. Buningki maqsad nimasi? Mesela tailgating'dagi abaydagidek men kening tushish, kening kirib oldi dedi.
Mesela burunlarda mesela yaş vaqtimizda qizlarni qo'g'lashadiganlar, qizlarni keyini kirib oldi, meni keyinimni kirib oldi deydigan chiqdi mesela. Shu. Ya'ni u odamni keyini kirib olib, nega bordi, nerda turdi, nima yaxshi ko'rdi degan narsani ko'rish, bu tailgating, ya'ni oq tarafdan bildirmay menish bu. Sen piggy banking deydigan shin bu. Piggy backing. Bu mu? Shoulder surfing degan siz kompüter ishlayotgan vaqtingizda, masalan, ommaviy so'rinlarda ba'zilarida kelib, bunda qarab qo'ydi, nim ko'rayotganda bu, nim ishlayotganda. Buni shoulder surfing deymiz. Ya'ni surfing degan sayyoh qilish, do'lishdan nimaga qarash, ekran qarash. Bu nima uchunsa, agar sizningki nishoningizni keyingi tailgate qilib kirib olgan bo'lsangiz, bu nim torbetdan ko'rayotganda, nim ishlayotganda bunda u yoqdan o'tgan bo'lib, ba'zida kompyuterning ustidagi uchurlarni ko'radi. Shuning uchun agar sizlar ishinglar muhim ishni qilsanglar, masalan, agar sizlar masalan bo'lib nima deyilki ommaviy so'rinlarda muhim ish qilsanglar, kompyuteringlarga masalan screen privacy, screen protector for laptop. Mandaq bir ekranlı var mesela. Ma ekranını kompüterin çaptaqmışlar, bu udul qarasanglar ko'rinadi, yandın yoki nimda qarasa kompüterdagi narsalar ko'rinmaydi hamda. Buni ba'zi idoradan bekitimiz, masalan ba'zi muhim ish qildiganlar idoradan bekitimiz. Burun biz kompüter ish qildiganlarga asosiyatdan buni shart qilatdik. Chunki ba'zi kiradiganlar bor, chiqadiganlar bor, unda ko'zdan qo'rqidi ko'rib, bir narsa ko'rib qolmasin. Bo'ylqi sizlarning qilayotgan ishinglarniki yo'shirish emas, balki qilayotgan ishlarni to'sish bo'libmi, HR insonlar qayna qilishlaydiganlar, masalan, boshqalarniki uchurni boshqalar ishga kirgan ko'rib qolmasin deb ko'rishni oldinlash uchun shunday narsalarni bekitdi demdi. Bu narsalarniki andiki 4-domain, ya'ni 4-bosqichda attacks and exploits. Yani bu hamda resmi birinci qadamda uchurlarni yig'dik. Ya, birinci qadam uchurlarni yig'dik. Uchurda ikkinchi qadamda uchurlarniki acizlikni topgandiki, bu acizliklarni analiz qilib, qanday hujum qilsak bo'ladi, qanday buning qurollar bormi, qanday qurol ishlasak bo'ladi, bu qurollar ishlatgancha biz bu qurol bormi, yo'qmi, agar bo'lmasa yangi buni yasash kerakmi degan hamma narsani analiz qilib bo'lgandan keyin andikin attack and exploit. Ya bunu hücum qılamdık ya izemdik. Bu şu ahval qarab, şu ahvallarninki nimalarni o'rganamiz. Ana analiz qilamiz. CV degan nima, CVSS degan nima? Bunikin agar cyber security qilmasanglar, bu xuddi ilqi tamqonlar saldigan tatbiqlarniki nimsidek nim bo'lish kerak. Pişik bilişinler gerek yani. Attacks using appropriate tools, mana prepare attacks, yani dastlab qanday tayyorlik qilamiz, qanday qurollarni tanlaymiz, network attack qilamdik, andikin authentication attack, yani authentication attackni qanday qilamiz, bu asosiyatdan username'dan passwordlar qanday attack qilamiz, tor sistemimiz qanday attack qilish, ismlarga, ya ism deyman ya, username bilan passwordga, odamlarning username password qanday attack qilish degan narsalarni so'zlaymiz. Andikin perform host based attack using protocol. Ya'ni bu yerda necha xil attacklarni ko'rdinglar hozir. Birisiga network tor hujum qilish, tor sistemasiga. Ya'ni birisiga odamlarning username bilan passwordga, shifrga hujum qilish. Andikin host, agar bu bir kompüter, host degan bir kompüter. Agar bu bir kompüter bo'lgan bo'lsa, buningki hujum qilish usulini qanday bo'ldi? Biz cryptography'ni o'rgangan chaqda privilege escalation'ni qanday uni kirgandiki, qanday o'zimizni ko'tardik, qanday hujum qildik, to'g'ri hujum qilish, to'g'ri betiga hujum qilish bilan to'g'ri hujum qilish. Bu yerda tushuntirmasdan to'g'ri beti degan
web page, website deymiz, tor beti. Website. Web application mı deymiz biz, web application. Va Uyg'urchani biraz ne qilsa, tor beti deymiz mana, tor bet. Betga hujum qilish deymiz, masalan, tor beti. Tor degan bir network. Yani bunun içinde bir muç kompüterler buldu. Mani tor hücum qilish deymiz. Mani tor bitiga hücum qilish deymiz. Yani web application, website, web application. Hazır web application deb ko'proq alırdım. Website degan şu web application'dan bilan birga ishlaydigan narsa bo'lgan ekan. Tor hücum qilsa, tor betiga hücum qilish o'xshamaydi. Buni tafsil Bir so'zlaymiz. sualim var mı? Yes. Bek yaxşı dediniz mi şunu? Oh, Mesela sorry. to'g'ri. Tor bekat o degan bir standalone independent mındaq bir tor bekat endi. Haş bir tor bekatda o bir tor bekat e-commerce bo'lsin yoki o bir endi yoki bir sales yoki financial bir website bo'lsin. O bir endi independent yoki bir standalone bir website endi o. Shunaqmi? Yes. Endi siz o networking dediniz hazır yani tor yoki tor dünyası ya tor. Aşı tor bir netçiligen website'larni host qila oladi, to'g'rimi? Yes Yani and no. Yes desek bo'ladi. endi meni sormoqchi bo'lgan savolim endi ya'ni oydinlashtirib olmoqchi bo'lgan narsam shu tor dünyası nima ishchilar asosiy cho'ng nimalarni o'z ichiga oladi. Biz torni website'ni bildik shunami? Uni bilib bo'ldik. Mish tor zani qandaq narsani o'z ichiga oladi Okay. deganda bir tushuntirgan Okay. bo'lsangiz. Network asosan şirketlarninki qurilmasini ko'rsatadi. Bir şirketda Ha. bir bino bor, buningda 200 ishchi bor yoki 20 ta ishchi bor. Bu hammasi To'g'ri. bir dona firewall orqali sirtiga chiqadi. Bizning tor deganimiz, network deganimiz ma'lum bir adres bilan o'xshash bir adres va kompyuterlar. Bunu tor deymiz. Mesela 192, 168, birden tartib 256 gacha bo'lsa, agar men adresini bilsam, birdan tartib 256 kompyuter bo'lsa, ma'ni bir biz tor deymiz, network deymiz. To'g'ri. Bu o'xshash bir adresdagi kompyuterlar ma'lum bir switchga router ulangan bo'lsa, buni tor deymiz, network deymiz. Bir ulangan kompyuterlar. Buningda mesela firewall bo'lsa, firewall orqali miyada bir kompyuter kirgandan keyin bu yerdagi bu tor miyada hammasi tutashgan bo'ldi endi. Chunki bu bir tor sistemimizdagi, bir tor deganimizda biz IP'ni ko'rsatamiz. Ya'ni o'xshash IP tarmog'idagi kompyuterlarningki jug'lanmasini biz tor, ya'ni network deymiz. Endi sizniki kelgan chog'da yes, masalan Amazonda masalan nurg'ulg'an kompyuterlar bor. Her bir kompüterde nurg'ulg'an website, web applicationlar bor. Endi shu ma'niga nisbatan ma'u bir Amazon network ma'u. Ma o'ziga nisbatan bir hostning ichida web application bor. Tushunish Bir to'xtang, bir yaxshi bo'ldi, lekin men buyan bir savol. Okay. To'g'ri dedingiz. Hozir shu Amazon deyiladi. Amazonniki networkning ichida bir muncha website'lar bor. Her bir host deganimiz bir IP demekçi. Mesela bir networkning ichida bu yerda dediniz 192, 168, 1, 255. Her bir IP bir website'ni host qildi deb tushunaqmi yoki men xato tushunoldim? Her bir IP hostni qilish bor. Her bir IP vijdonni website host qilish ehtimolliqim bor. IP'nin o'zi bir IP bo'lsa bir host deb tushunsak bo'ldi, ammo bir
hostniki bir IP'si bor deb tushunsak, bir host bir IP'ga bir necha nima bog'lash mumkin hamda. Masalan, Google'niki masalan DNS'i 888 hamda. Mana bir IP. To'g'ri. Bu bir IP'ni men cluster qilish orqali yoki load balance qilish orqali men buni necha kompyuterga bo'lib o'taman. Ma'ning keyinda ma IP hammasi bu yerda faqat bir cluster qilib buni bu xuddi siz Dolqun Can deyli masalan. Sizning 5 balangiz bor. 5 bala, 5 balanın o'zi bir network. Ama bir domain. Sizlar aile bir aile. 5 bala bir domain. Ama sizlar bir aile. Bu 5 bala bir-biriga tutash atansar tutashgan bular bir network. Ama bir domain bular hisoblanadi. Bir IP bir adresda bir yerda yashaydi u. Ama bu bir tor endi. Lekin har birisi ayrim bir entity. Xullas, yana bir savol ma'lum. Bir masalan bir hostda ona qo'ysa, bir IP deyli. Mana bo'lish imkoniyati bormi? Bir shirkatda network deyli. Network'se masalan 192 168 1255. Xo'sh, endi bular mushu network endi bularniki bir network infrastructure mushu. Lekin bu 192 168 10 bilan 20gacha 10 IP addressni biz website qilam bo'ldik, website qilam ishlatamiz, bo'lak narsaga ishlatmaymiz deb mundaq qilalamdi. Ya qilaladi bu. Uni qilamiz. Endi buna demoqchi o'g'lim, masalan shirkatlarda bo'libmi, mana softwarelarni bular environment ayiradi emasmi? Yes. Dev environment, QA environment and production environment deb. Yes. Ana bo'lgan keyin har bir hostga, ya'ni 192 168 10 ni biz faqat production environmentga berdik. Endi bu domainda masalan men CarMax'da bo'lsam carmax.com mishnanda host qiliqliq. Biz buningdagi infrastructurelarni nihoyatda yaxshi sifat saqlaymiz, backtsiz bo'lish kerak, chunki bu customer facing bunday bir application bo'lgan ekan, uning ustida production environment bo'lgan ekan, biz eng yaxshi saqlaymiz deb shu hostni bular davomli maintain qildi-chu. Yes. Chunki customerlar shu websitega chiqib bir narsani setib oladi. Endi yana bir IP'ga masalan networkning ichidagi yana bir IP'ni QA'ga ayirib qo'ydi. Ham QA nima maintain qildi, lekin production o'xshash, ana yaxshi maintain qilmaydi. Dev nima o'xshash. Demakchi o'g'lim, mushunaq ayramdi shirkatlarda demakchi network. Yes, this is my savolingiz bana javob chiqdi buni. Mana enterprise network. Meni qarasangiz, mendan mesela Cloud One, mesela head office kin. Mesela bana içinde kompüterniki bana tez yaxshi misolni chiqarmoqdim bir qilay. Bu o'zimizning misol o'xshaydi. New network mana qilay. Man Tuesday. Man mavu. Yeah, this is a good one. Man mavu mana siz degan misol misolni chiqadi mesela. Mesela bir yerde qarsangiz, bu yerda bir shirkatniki network. Bu yerda enterprise client bor mesela. Client. Bu work from home. Uyda ishlayotganlar bu. Endi bu shirkatning cloud infrastructuresi. Bu shirkatning o'zidagi bir narsamda. Bular bu internet orqali yoki ma'lum bir router orqali ulandi mesela. Bir ulandi. Yan birini ko'rib boqaylik. Maniki network ma bulki bu mana. Mana demoqchi bo'lganim yes.
Mesela mavi bir network. Mavi bir network deyildi mana. Mavi bir network. Ma her birisi, mesela mani siz serverlardasınız. Mani bir serverdasınız. Ma bir özü bir host. Ma şirketninki bütün firewall'sı mavi. Mavi bütün internet çıkıdığı yer. Endiki miyade mesela ayrım biri siz degendek ayrım bir subnet kılıp mani biz database'ga ayrım subnet kılsak bulduk. Mani biz application farm kılıp ayrım bir subnet kılıp manda ulap bassak bulduk. Endiki mani işi kirgen çağdı mı mani mesela QA network. Mavi SQL network. Mavi application network. Mavi worker yani staff. Bunlar hepsi ayrım ayrı. Mesela mavi 192 10. Mavi 11. Mavi 12. Mavi 13. Mavi 14. Andaki meyada bunun kim neye kirdi, kim neye çıktı, şundan kıldı. Endi network hücum kılış bir nemi bildirdi olsa network hücum kılış asas jihatdan ma'nın firewall hücum kılışını görsün. Ma'nın firewall kirgendiki meyaya hücum kılıp bütün sistem kiriş ihtimallik buldu bir yerde. Endi eğer mavi host hücum kılmak olsa, ma bir host bo'lgan bo'lsa, men meyakir ma'nın IP'si orqali ma'nın hücum kılsam bu host hücum kılış buldu. Host yoki mishadiki ayrım bir database'ga ya ayrım bir website'ga. Ona bo'lsa, to'g'ri dedingiz. Ona bo'lsa, o'chada 3 xil mayada hujum qilish obyekti bo'ldi ekan. Yes. Birsi website hujum qilish, Yes, ma website'ga, ha? Ya mening qarshimda hozir website'ga deganimiz so'l qo'l, ma'ni nisbatan so'l qo'l tarafdagi yo'q, sizga nisbatan o'ng qo'ldagi. Aladagi bir mashinalar bor-ku, Yes. bir. Mesela serverlardan birisi website'ni host qilayotgan. Yes. Shunaqa bir mashina server o'rinda ishlab website'ni host qildi. Demak, to'g'ri, Yeah. to'g'ri. Website'ga hujum qilish bir konkret bir mashinaga, ashning ichidagi shu mashina ichidagi serverlarga, ya'ni website'ni host qiladigan misol Apache deymiz. Apache degan shu website'ni host qildi. Apache deymiz, uning ichidagi nurg'unlagan HTML, PHP, andan keyin API deymiz, andan keyin database SQL server deymiz. Narsaga hujum qilishni website hujum qilish deydi ekanmiz. Yes. To'g'rimi ma'lum? Yes, to'g'ri. İkincisi, sizin host deganiniz gerçi bu website mushu mashina ishida bo'lgan bilan shu mashinani mana mehmonlantiradigan deb qo'yay, hamda host. Mana host qiladigan aşağıda bir mashina bo'lishi kerak. Shu mashina hujum qilishni, ya'ni o mashina ichida Apache bo'ldi, uning ichida shu mashina ichida to'xtang, boshqa serverlarmi bo'ladi? Websitening sirtidagi masalan SMB bo'ladi, FTP bo'ladi, andan keyin yana boshqa serverlar bo'ldi. Uni hujum qilsak, uni biz host hujum qilish deb tushundim. Yes. Endi network hujum qilish deganga, siz degandagidek shu networkni tutib turadigan firewallga hujum qilish deb, endi firewallni asos qildik ekanmiz deb tushundim men. Yes. To'g'ri gapingiz. Mesela host deganda masalan hostning uyg'urcha ma'nosi nima? Mehmon qilish. Yo'q, hostningki ismi, egisi, sahibxon. To'g'ri, sahibxon. Esil sahibxon. Sahibxon nima ish qildi? Mehmon kutdi. Yes, mehmon kutdi. Bir mehmon kelishi mumkinmi? Yo'q, endi mehmon. Ba'zi 1 keldi, ba'zi 100 keldi, shunaqmi? To'g'ri. Demek eğer mema hostda mesela bir mehmon kelishi mumkin. Hatta ba'zi mesela to'y to'kin nazari shaqlarda 100-500 mehmon kelishi mumkin. Eğer men host hujum qilsam, men bütün 500 mehmon hujum qilgandek bo'lmasam yerda. Bu bir ehtimol. Endi siz degandek bu mehmonning o'ziga ayrim hujum qilsam bo'ladi men. Buni web site yani web page, web application deymiz. Yani hostda bunun içinde nurg'un narsalar bor. Hostda içinde nurg'un mehmonlar bor. Agar men mehmonning o'ziga hujum qilsam, bunun ichidagi barliq
sahipxon hujum qilsam, buning ichiga mehmonning hammasiga qo'liq tushadi meniki. Agar tushira olsam. Yoki bo'lmasa, bu sahipxon yomon qo'pol sahipxon, men buni qo'liq tushiramsam, mani ichidagi gap anglaydigan yavaşroq mehmonni bizni qo'liq tushiraman. İçidiki. Doğru. Okay? Ya bir sualım. Yes. Şu nimada host'un içinde hem de Apache hücum qilish yoki uni ichidagi shu Apache host qilgan HTML PHP fayllarga hücum qilsak uni website hücum qildik deydi. Web application Yes. hücum qildik deydi. Navada mish host undan boshqa yana başka servislarni host qildi yoki sahibxonlik qildi shunaqa Yes. ya'ni FTP deymiz, SSH deymiz, SMB deymiz. U servislarni host qildi. Ashular hücum qilsak host hücum qilgan bo'lamdi, bu website qilma. Oxirgi gapingizni men nim qilmay qildim, mani diqqat qilmay qildim. Mening savolim bu host mesela mish host ya'ni shu IP address hamda mish host Apache'dan başka servislarni host qildi. Yani FTP deymiz, SSH deymiz, SMB deymiz ve başkalar degandek. Aşılar hücum qilsakmış hostning ichidagi. Biz hostga hücum qilgan bo'lamdik yoki web applicationga hücum qilgan bo'lamiz. Web application hujum qilgan bo'lamiz. FTP web application emas tursa. It's web application. It's application. SMB application. It's application. It's web application because SSH web chunki siz applicationga siz web orqali kiryapsiz, website orqali kiryapsiz. Yoki bo'lmasa ma'lum bir protokol orqali kiryapsiz. Application'da ikki xil bo'ldi. Birisi local application, remote application. Remote application hammasi web application. Web application'ın özelliği siz çoxmu website'lar web application degensek bo'lmaydi. Web application'ga siz website orqali yoki tor orqali kirasiz. Buni web application deb tushunsangiz bo'ldi. Mandadam. Uchada biz host hücum qilsak qaysi hücum qilamiz hostninki? Masalan, host deseniz, masalan, o'ylab bakın. Biz Cryptrix'te bir kompüter batdı, shunami? Aha. Cryptrix'ga buning ichida bir necha applicationlar batdı. SSH tapdik, shunami? Samba'ni tapdik, shunami? Dastlabda biz nimaga hujum qildik? Samba hücum qildik. Samba'ning ichidagi application hujum qildik. Shunami? Andiki buning ojizligini paydalanib biz nega chiqdik? Aşu remote server. Yes, hostga chiqdik. Yani aşağılık SMB'ye çıktı. SMB'ga chiqib, mashinaniki Cryptrix serverning o'ziga chiqdik. Andiki nima keldik? Rootga chiqdik. To'g'ri. Root chiqqandan keyin biz root password bo'ldi. Shunday biz SSH qildik. Biz hostga hujum qildik. SSH orqali hostga biz escalate privilege qildik. Yes, escalate privilege qilib o'zimiz rootga chiqardik, shunami? To'g'ri. Bu siz hostga hujum qilib bo'lgan bo'lsangiz ham deb yerda. Uchada bu hozirgi mayadagi shu Cryptrix'ga biz hujum qilish usullarimizning hammasi web application attack mi yoki bu host attack mi? Siz web application attack qilib bo'lgandan keyin, yes, this first part is web application attack. Bulardan siz privilege escalation qildingiz. Privilege escalation qilib, siz o'zingiz boxdan teshib chiqatdingiz meningdan. Tushundim. Bu bir box, host box. To'g'ri. Buning ichida bir necha kichik boxlar bor. To'g'ri. Applicationlar. Bu Samba, bu SSH, Samba, shunami? To'g'ri. Bular buni ichpagan bizga, chunki bu mulozimat ichpagan bizga. Shundan biz dastlabda mani ichiga kirdik. Mani ichiga emas, mani ichiga kirib, buningdan ojizlikni paydalanib, buni privilege escalation qilib, biz sirtga chiqatdik. Hostga chiqdik yerga. Ya'ni boxning ichidan chiqatgandan keyin biz host boxga o'tdik bu yerdan. Tushundim. Hozir sizdan demoqchi bo'lganingiz it makes Shundan clear sense. biz root ega bo'lgandan keyin biz bu hostning egisi bo'ldik. Biz sayfam bo'lib Sayfam bo'lib ketdi qanday.
Sahipxon bo'ldik degan gap hozircha mening qarshimda ma'lum bunday bo'ldi. Bu bek yaxshi tushuntirib berdingiz meni. Boshda sahipxon uyning egasi men kilonglar mehmonlar kilonglar dedi. Biz endiki foydalanib u uyga kirib biz endiki sahipxonni o'ribdib Mansur abi o'tirib tursalar biz men sahipxonam dedi. Yes. Uyning zo'p qoldik. Exactly. That's what happened. Uyning egisi degan gap biz uyninki barliq uyning quluplarining ochiqishi bizda bo'ldi. Endiki shu qandaq komanda versak, uni ashyoqi ochiqishni ichildi, yipildi, har bir uyninki anda holatga keldik. Kelgandan keyin biz endi bu sahipxon bo'ldik. Ya'ni biz root privilege'ga ega bo'ldik. Demak, lateral movementda biz nim bo'ldik, host attack qildik. Endi bu nimsa endi bizni mehmon bo'lib kelib, mehmonni siz degandek, mehmonni ishitib chiqarib, men bu uyning egasi devaganiga ish bo'ldi shu. To'g'ri. Bo'ldi, rahmat, men endi tushundingizmi? Chunki bu ammada mehmon bo'lib kirsa bo'ladi demaga. Ichib aytganman. Mehmon bo'lib kirsanglar bo'ldi, qarshi olmaysiz, yeb ichib to'ygandan keyin ketinglar ishinglarni qilinglar dedik. Ma'qul deb keldi, yeb ichib o'tirib, obda yakanjima deb shuninglar egisini bu yerga qarab qo'yib, men bu yerda chiqib, men egisi, men bu hostning egisi men deb o'tirib oldik. Shuninglar biz bu egisi bo'lib qoldik. Shunday. Okay? Demek miyadik acizlik mani yaxshi bosh qo'ymaganlik. Men mehmonni yaxshi bosh qo'ymagandan keyin mehmon bek ishinib ketib, buning hamma narsa yugurgandan keyin bu qo'sib qo'yib chiqib olgan gap shu. Yana birsiga biz hamma narsalarni mehmondan yo'shumudiq. Yes. Yaxshi bosh qo'ymadik. Yes. O'zimizniki har bir uyimizdagi quluplarning ochiqishlarini yoki maxfiy nomerlarini mehmondan yaxshi yo'shamidiq. Shuning uchun niyati nachar mehmon bizniki barliq shu bizning samimiyatimizdan foydalanib hamma narsani bilib olgandan keyin menga sen men sen hamda uyning oxiriga bir daraxtga bog'lab qo'ysa o'sha yerda turib turadi degandek bir aloqa. Yaxshi bo'ldi shu. Chunki kompyuterga 4 narsa, uniki username password bo'lsa, u nima qilaverdi. Okay. Good. Endi shu nim qilish jarayonida bu bizning 4-bosqich endi attack bilan hujum bilan exploit ezish emasmi? Ezish boshqasiga qanday qurollar bor? Qurollarni o'rganamiz, masalan, biz hozir ishlayotgan qurollardan ko'rib baxsak, SQL o'rgandik, buning ichidagi quroldan, mana ichidan brute suite'ni o'rganmadik. Brute force attackni biroz qilib baxdik. Password tepish jarayonida injection'ni ko'rdik, SQL injection'ni ko'rdik. Bunun içindeki kurallar, SQL map'ni ko'rdik, ishlatdik. Demek, müş kurallarniki qandaq işletildi. Mesela SQL map'ni mesela scan qilish ishlatib bo'lmaydi. SQL map faqat SQL database uchun ishlatiladi. Shuning uchun nima qarab turib, nishon qarab turib, qanday qurolni ishlasak yaxshi bo'ldi deb buni ko'ramiz. Andikin bu cloud based attack. Endi bu ikkinchi nusxasida cloud based attack jiq yo'qdi. Uchinchi nusxasida biroz cloud based attackni chiqaribdi. Bu yaxshi bo'libdi, chunki hozir ko'pincha narsalar shu bulutga chiqayotganlik uchun bulutninki hujum qilish usuli qurilmasi burunqi nimaga o'xshamaydi. Shuning uchun buniki qurollarim o'xshamaydi. Shuning uchun biz bu qurollarni o'rganamiz, bu qurollarniki qanday ishlatiladi degandek narsa. Yes. Bir savolimni so'rab o'tay. Yes. Masalan, siz cloud attack dedingiz hozir. Shu bek qisqalamamda. Shu masalan biz necha vaqt siz bizga o'rgatib kelgan attacklarning hammasi local based deb turay hozircha hamda, hammasi bunaq local cloud emas hamda ular. To'g'ri. Farqi nima? Asosli bir farqi nima ashniki? Farqi nima desangiz, masalan, cloud degan bulutdagi sistema. Masalan, hozir cho'ng bulut sistemasidan masalan Amazon bor, Azure, Google, cho'ng cloud sistem bor. Bularniki sistemasi, manda o'ylasangiz, hisobda biz hozir qilgan ishlarimizni masalan siz bir nim açtınız mesela. Linux server açtık.
bir server açtım. Bu Linux serverni ta'minlab bo'yicha Linux şirketi bor. Sizga mishni Ha. masalan pul to'lab qilib bo'lgandan keyin 2 minut bilan 5 minutda bir sizga bir narsa bitirib berdi. Zaman bir Linux serverini bitirib berdi. Mavi cloud. Demek bundaq nimadan nurg'unlagan bandi. Bularning qurilmasi bu. Qurilmasi bu. Bular masalan nim qildi desa shirkatlarning ayrim qanday qilsam shu ichidagi o'zimninki nimasi saqlayman masalan cloud degan qanday hujum qilish usullari bor masalan. Qanday skan qiladi cloudniki. Bu haqda manda o'ylasangiz hamda shu sizning uydagi kompyuterni mening uyimga kelib qo'yib turib, men hujum qilsiz. Men cloud bo'laman sizga. Asli uyingizda bu kompyuter. To'g'ri. Bu uyingizda bo'lganki, ammo bu kompyuterni to'l issiq chiqarib, to'l tok ketib, yoki bu boshqarma bishkin upgrade qilaman deb beshingiz og'rib ketib, qaysar men sizni boshqarib beraman, pulni to'lay. Bunu upgrade qilamiz, tokni qilamiz, menga qachon lozim bo'lsa qilib bersiz deganki, men shu uyimga men buni bir internet ulayman, internet ulayga buni tok chiqaraman, andiki buni bir muncha ishlarni qilib, men sizga meyadi kompyuteringiz borligini mis qildirmay, qachon ulayman, ulaydan qilib beraman, uyimga qilib beraman. Men cloud bo'laman chaqda. Endi meniki meyadi nima ish qilganligimni siz bilmaysiz. Meni buni qanday bexatar qilganligimni bilmaysiz. Qanday qilsangiz Yani ki, siz şunlar siz man hücum qilsangiz, o'chada man cloud hücum qilgan bo'lasiz. demak o'chada u bu cloudning yo'li u bir yo'l biza o'xshamaydi. Yo'l o'xshamaydi. Buni qurilmasi o'xshamaydi. Yo'l biza o'xshamaydigan tushundim. Demak, kompyuterim mening boshqarishimda emas, sizning boshqarishingizda. Siz faqat va faqat menga bir uchurlarni bersiz. Siz shu bir uchur orqali menga deysiz, uchur orqali siz kompyuterga chiqib, kompyuterning configurations ma o. Sizning shundan foydalanib, nima ish qilsangiz qiling deb menga shu bir huquqni bersiz. Yes. Andan keyin men shuning asoslanib turib, andan keyin ish qilib endi bir yo'lni tepib endi qilib boqma bir ishlarni demakchi shunaqa. Yes. Men mana pause qilib qo'yapman. Cloudniki o'rganamiz inshaalloh. Andan keyin appropriate tools, wirelessga qanday hujum qilish. Buni qurollari qanday bo'ldi, buni qanday oldin olamiz. Chunki bu qurollarnikini ko'rgandikin bu masalan wireless endi qo'shnilar hujum qilmanglar. O'zinglarning uyiga bir wirelessni chitib, shuni hujum qilib baqsangiz bo'ladiki, nima o'yinsa degan chaqda sizlarning wirelessni haqlar hujum qilmaslik uchun qanday hujumlar bor. Shuni ko'rib o'tamiz. Buniki bir necha mashqlarni ko'rishimiz mumkin. Ondan keyin bu social engineering. Bu muhim. Buni balkim beshinglarda o'tkazgan bo'lishinglar mumkin. Hozir bu Malum bir so'rasam bo'ladimi? Yes. Uzatdim deb qoldim. Masalan, mening uyimga shu mening do'stim bir odamlar keldida, men Wi-Fi'ni ochmadim. Men Wi-Fi'ni ochmaganda ular kompyuterdan yoki telefondan muhim bir ishlarni qildi. Masalan, bir shirkati bor deylik, ma'lum bir mablag' bilan munosabatli bir narsalar bor deylik-da endi. Ashta bir yerlarga kirib, pul yo'tkaydigan yoki u bu qildigan yoki maxfiy boshqalar biz bo'lmaydigan ishlarni qilgan vaqtda men Wi-Fi'niki ochmagan egis bo'lish nima bilan ulardagi uchurlarni o'g'irlab qila olaman. Agar qilmasangiz qila olasiz. Nima men javob berib qo'ymayman hali. Yes. Masalan, nimalarni qila olaman, masalan, bankniki nimasini saxta nimasi yasabchi, masalan, to'g'ri orqali banklar borda. Qadamlardan birisi, buningda qilgan ish asosiyatdan har bir qilgan ishinglarni tizimlab menish. Andikin ama post exploitation, sorry, men nima emaskin. Post exploitationda kirib bo'lgan chog'da qandaq nimalarni ilish. Masalan, mesela biz o nimadan, mesela Cryptrix kirgandan keyin Cryptrix'ninki ichidan uniki hujjat qurilmasi, mesela Windows bo'lsa qanday nim qilish, andan keyin
qandaq turib qilish. Yani biz abay misal algan çağda öyde meymanın öyi kirip yap, andiki bu öyünün igisi dep oturып aldık. Oturып algandikin, eğer bunu çıkarıp etmesek, bununki amalı qandaq qısa öyünün igisi oturmaya deyiş. Öyünün igisi qandaq qısa bunu çıkarıp etmeye deyiş. Yani qandaq olsa jimjit oturmay çıkarıp etmeslik için bunun amalı izleydiğin gibi. Bu yerdeki narsa aslında post-exploitation'da andiki lateral movement degan nimasi bu o'yi yaxshi ekan. Buni o'yinlari bormidi yoki boshqa bog' varallari bormidi, men daryo o'stanlari bormidi yoki itizliqlari bormidi bir ko'rib baqa atrofga chiqib deb atrofdagi butun narsalarni izlashni lateral movement deydi. Ya'ni bir kompyuterga kirgandan keyin buni atrofida nim bor. Bormi yo'qmi lateral movement. Lateralga vertical lateral nimki atrofiga atlab o'tish. Mesela mani kirganki manada bir narsa bormi yo'q. Yani pozitiv qanday qilib buni ichida turish qurilmasi degan narsalar so'zlandi. Buniki lateral movements pivoting shu so'zlarning hammasi nayting muhim so'zlar. Bularning hammasini so'zlab o'tamiz. Buni tushunishlar netcatni ishlatdik hozirgacha. Boshqa metasploitni ishlatdik. Mimcatni bir qitim ishlatdik. Agar netstatni ishlatdik. File FTPC mani o'rgandik. RDP virtual networkni o'rgandik. Virtual network secure shell clear text narsalarni o'rgandik. Andikin staging and exfiltration. Bularni ko'ramiz. Qanday qilib hujjat yoshirish, qanday qilib yoshirilgan hujjatni tepish, andikin protokollar, ishlatilgan protokollar, andikin clean up operation. Ya'ni clean up ma'lum bir sistem kirgan bo'lsangiz, qanday bu chunki siz yaxshi odam, hozir buzg'unchilik qilmaysiz bu yerda. Qanday qilib o'zgargan narsalarni nim qilish, o'chirish yoki bo'lmasa asli keltirish degandek. Andikin miyada ko'pincha hakerlarni qilgan ish nima desa, kirib bo'lgandan keyin o'zining izini iz qo'g'lab izsizlashtirish deymiz yani. Clean up. Chunki man kap qolmasin deb loglarni o'chirdi. Uning ichidagi ba'zi qilgan programmalarni o'chiritish mumkin degandek narsalar. Yig'inchoqlasak, endi bu sertifikateningki maqsadi shu. Bu biroz sizlarni ko'proq o'rganishni talab qildi, mashqni talab qildi. Eng muhimi inglizchani yaxshi bilishni talab qiladi. Buning 5 domain engagement bitishish, ya'ni pentest qilishdan burun nima diqqat qilish kerak, nima ish qilish kerak degan narsa, hamma narsa qo'l qo'yib bo'ldi, unda bitishib, qo'l qo'yib, qo'l bog'lashib, qalam imzo qo'ygandan keyin ikkinchi qadam boshlandi. Buning uchun uning prosesini so'zlaymiz darslarda. Ikkinchi qadam andan keyin sizga huquq berilgandan keyin siz razvedchilik, uchur to'plash, uchur yig'ish, uchurlarni tanlash, qurollarni ishlatish orqali qanday qilsam qarshi tarafga barliq uchurlarni yig'adigan gap. Andiki 3-qadamda yig'gan uchurlardan foydalanib bunun acizliğini analiz qildi. Acizliğini topamiz, analiz qildi. Acizliğini tepi əmmət qilib bo'lgandan keyin andiki shu acizlikqa qarta hujum va ezish elib berish, exploitation, attacks and exploit qilish. Buning ichida qurollarni so'zladik. Andiki oxirgi bosqichda exploitation qilib bo'lgandan keyin qanday qilib, ya'ni bu exploitni atrofiga yeyish. Qanday qilib buning ichidagi narsalar, masalan, hujjat qo'yib qo'yish, bayroq sanjib qo'yish yoki bo'lmasa xat yozib qo'yish yoki bo'lmasa agar hacker kelgan bo'lsa qanday ehtimollik borligini ssenariyoni o'ynash ko'rsatdi. Indiki bularniki report yozish hamma narsa odatda birinchi nimada bo'ladi. Unda bo'lsa 1 soat bo'pti. Men